Ma'lum tonga ta'rif metal maslar ATSlarning Q1. Azonni necha foizi parchalanganda malyar massasi 38,4 gram taqsim mol bo'ladi debdi. Xo'p, bu aralashmaning o'rtacha malyar massasi. Aralashma hosil bo'lgan kislorod va ortib qolgan azondan hosil bo'lgan. Biz diagonal orqali ortib qolgan azon va hosil bo'lgan kislorodni topib olishimiz mumkin. Diagonalda albatta o'rtadagi massa bittasidan kichik, bittasidan katta bo'ladi. O'rtadagi farqni topayotganimizda bu ikkalasining o'rtasidagi farqni pastga yozamiz. 48 dan 38,4 ni ayirsak 9,6. Xo'p, 38,4 dan 32 ni ayirsak 6,4. Bizga ma'lum gazlar aralashmasida diagonalga qo'yganimizda diagonaldan chiqqan natijalar bu gazlarning mollarini nisbatini beradi. Xo'p, ushbu nisbatlarni butun sonlarga o'tkazadigan bo'lsak 3 ga 2 nisbat kelib chiqadi. Ikkalasi ham 3,2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Xo'p, bizga ma'lum bo'lyapti 2 mol azon ortib qolgan, 3 mol kislorod hosil bo'lgan. Endi bu hosil bo'lgan kislorod azonni necha moli parchalanishidan hosil bo'lganligini topamiz. İki mol azondan 3 mol kislorod hosil bo'ladi. Bizda ham diagonalda 3 mol kislorod hosil bo'lgan degan xulosa kelib chiqdi. Demak, 2 mol azon parchalangan. 2 mol azon ortib qolgan. Azonning jami miqdorini topamiz. Yine 4 molni 100% parchalangan azon 2 mol. Necha foiz deymiz? Javob 50% bo'ladi.